Aytishlaricha, insonning hayoti uning ilk nafasidan boshlanar ekan. Ammo mening hayotim boshlanganida nafasim go'yo to'xtab qolgandek edi. Ko'p yillar muqaddam meni nafas olishdan to'xtatgan va yangi hayot bag'ishlagan o'sha munis lahza hamon yodimda. Hayotim o'sha ondan boshlandi. Dadam bilan Mumbayga keldik. Balkeshvardagi dang'illama hovli yoniga yaqinlashdik. Uy sohibi otamni Junagardan chaqirtirgandi. 3000 rupiyalik maosh va haydovchilik qilishidan suyungan dadam onam va meni ham olib kelgandi. Bu yerga kelgach, bechora ota-onam hayratdan lol qolishgandi. Biroz cho'chishdi, lekin men qo'rqmadim. Balki 9 yoshli bola kattalar ko'ra olgan farqni ko'rmas, balki qo'rquv nimaligini bilmas. O'sha paytda bu xonadon o'z uyimizdek bo'lib ketishini bilmagandik. Dadam xursand edi. U qishloqdan shaharga o'z hayotini o'zgartirish uchun kelgandi. Biroq mening hayotim o'zgarib ketdi. O'sha munis lahza hamon yodimda. Nafasim to'xtab qolgandi go'yo. Shu ondan mening yangi hayotim boshlandi. Birinchi marta o'zimni noqulay sezdim. Birinchi bor xijolat tortdim. Go'yo men hech kimman. U esa borlig'imga aylandi. Shu onga qadar bo'lgan hayotim xotiramdan o'chib ketgandi. Xayolimni faqat va faqat u egalladi. To'xta, Ishani. To'xta dedim senga. 15 yildan so'ng oradan ko'p yillar o'tishiga qaramay, hamon uning uchun yashardim. Ranvir o'g'lim, shu yerdamisan? Qachon kelding? Qachondan beri seni kutyapmiz. Qani yur. Bugun ham faqat sen uchun yashayapman. Ko'rinishim yaxshimi? To'y ham boshlandi.
Sira ishongim kelmayapti. Men ham ishona olmayapman. Qalbim Sen qayerdan bilarding? Yigitlar o'z uyida qoladi. Biz qizlarga qiyin. Begona uyga ketamiz. Yaqindagina yosh bola edik. Bugun esa to'y bo'lyapti. nimadan qo'rqyapsan? Yoningda men borman. To'g'ri. Lekin baribir Eshani qizim. Kelin qani? Vishaka xola, kelinlar bir zumda tayyor bo'lisharmidi? Nima deb o'yladingiz? Ishani va mening to'yim debmi? Yo'q. Ishani turmushga chiqqan kun men yo behad xursand bo'laman yoki qayg'uga botaman. Savolimga javob bermading. Ko'rinishim qalay? To'y bo'layotgan xonadonda kelinning singlisi-yu dugonalarini yomon ko'zdan asrash kerak deyishadi. Chunki dunyoda ulardan maftunkorroq qizlar bo'lmas ekan. Lekin bu gap senga taalluqli emas. Nimaga? Gorining yonida senga kim ham qarardi? U oddiy ko'ylakda ham sendan chiroyliroq ko'rinadi. Qo'ysangchi. Gori opam chindan ham maftunkor. Go'zallikda tengi yo'q. Amakivachilar orasida eng chiroylisi. Lekin kechirib qo'yasiz. Men ham opamdan sira qolishmayman. Nahotki. Gori opa, ko'rinishingizga gap yo'q. Tezroq yura qoling. Xolam sizni qachondan beri ibodat uchun kutyapti. Bilasiz-ku, sevimli bujonimiz bugun Ganesh ma'budiga atab katta marosim o'tkazyapti. Qani yura qolinglar. Marhamat, o'tiring. Kel o'tir. Yaratganga hamd va sanolar. Omad yor bo'lsin, hammamiz omon bo'laylik. Ibodat marosimini boshlaymizmi? Bu muqaddas bog'ich. U to'y marosimi boshlanganidan dalolat beradi. Bog'ichni bilagingizga bog'lagach, to'ygacha uydan tashqariga chiqmang. Kuyov bilan ham uchrashmang. Gori, bu nimasi? Ibodat mahali shu qo'l telefoningni olib qo'ysang bo'lmaydimi? Menga bering, men ushlab turaman. Bemalol bog'ichni boylayvering. Yaxshi. Muqaddas bog'ichni oila a'zolarining bilagiga bog'lab chiqing. Hamma bog'lash kerak, shundaymi? Bunday sekin yugurishingda bog'ichni qanday bog'laysan? Ko'ramiz kim birinchi bo'lib yetib borar ekan. Ishani! G'irromlik qilding. Bog'ichni dadamni bilagiga kim bog'larkin ko'ramiz. Dada! Dada! Oyi, dadam qani? Hozirgina Ranir qo'ng'iroq qilib tashqariga chaqirgandi. G'irromcha. Ranvir! Dadamni aldab bu yerga chaqiribsan-da. Bu adolatdan emas. Xonim, muhabbat va jangda har qanday usul joizdir. Bu esa jang edi. Dada, nega bu yerga keldingiz? Voy qizim ey. Randir qo'ng'iroq qilib amaki zarur ish chiqib qoldi deb chaqirgandi-da. Amaki, bugungi kunda g'irromlar ko'payib ketdi. Yoningizdagi do'stingiz ham oyog'ingizdan chalib yiqitishdan toymaydi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib sizni ogohlantirib qo'yay degandim-da. Yolg'onchi. G'irromchi. Nima? O'zingchi. Shoshmanglar. Nimaga urushyapsiz o'zi? Ha? Bandit sohib, bilagingizga bog'lash uchun muqaddas bog'ich bergan. Yomon ko'z va yovuz odamlardan himoya qilarkan. Bu muqaddas bog'ichni mendan oldin Falguniga bog'lang.
Yomon ko'zdan uni asrashi lozim. Rojaning joni uning to'ttisida bo'lganidek sizning hayotingiz ham Falguni xonimga bog'liq. Xuddi shunday, uning bilagiga bog'lang. Falguni xonim, tezroq bog'ichni bog'lang. Yomon ko'zni asraydi. Oyi, bog'ichni bog'lamasangiz, ko'z tegadi. Nimaga? U yomon ko'zdan asraydi. Agar uni bog'lasam, olmoslarimni kim ko'radi? Bu olmos bilaguzukni ham dadang sovg'a qilgan. 9 million turadi. Hech qanday bog'ich bog'lamayman. Tinch qo'yinglar meni. Lekin Falguni xonim, Qo'y. Keyinroq bog'layman. Yarashibdimi? Qo'lingga nima taqsang ham yarashadi Falguni. Olmos ham, bog'ich ham. Bugun bog'ich bog'lamayman. Bugun faqat olmos bilak uzuk bo'ladi. Bog'ichni keyinroq bog'layman, ishoning. Va'da beraman. Dada, dugonam qo'ng'iroq qilyapti. Ziyofatga kelmoqchi edi. Hozir gaplashib qaytaman. Mayli qizim. oyoq kiyimingizni bog'chi yechilib ketibdi. Bog'lab qo'yaman. Yo'q, Ranbir, o'zim bog'layman o'g'lim. Qo'ysangizchi amaki, bunga haqqim bor. Bugunga qadar haqqimni hech kimga bermadim. Ammo haligacha yaxshi bog'lashni o'rganmading. Mayli, senga yo'q deb bo'larmidi? Bog'lay qol. Amaki, Falguni xonimni qattiq sevasiz-a? Ha, juda sevaman. Sevgi muqaddas tuyg'u. U har kimga ham berilmaydi. Filmlarda ko'rsatishadi, kitoblarda yozishadi, lekin ochiqlik kamdan kam odamga nasib etadi. Muhabbat shunday tuyg'uki, u boshqa barcha hissiyotlarni unutishga majbur qiladi. Mana ko'rasan, Ranbir, bir kun kelib sen ham sevib qolasan. O'shanda faqat uning uchun yashaysan. Sevgiling uchun joningni ham berishga tayyor bo'lasan. Sevgi nafaqat quvonch bag'ishlaydi, balki qurbonlik ham talab etadi. Bog'ichingiz bog'landi amaki. Rishtalar ham shunday bog'lanadi. Endi Ishani uchun yaxshi bir kuyov topsak bas. Katta qiz bo'lib qoldi. Buni ham turmushga berishimiz kerak. Bu ishda sendan boshqa yana kim ham menga yordam berardi? Balki barcha uchun haydovchimning o'g'li va xizmatkorimdirsan. Lekin men seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Bolaligingizdan Ishani bilan do'st bo'lib ulg'aydingiz. Shuning uchun unga yaxshi, sofdil kuyov topish sening zimmangda. Xuddi aytganingizdek bo'ladi, amaki. Buni iloji yo'q, Pranav. Ertaga to'y. Go'rini sira yolg'iz qo'yishmayapti. Men qanday qilib? Ishani bizga yordam bermasang bo'lmaydi. Iltimos, yordam ber. Iltimos. Qanday yordam beraman, Pranav? Buvim bilib qolsa tamom bo'lamiz. Bugun uyingizga boraman. Qochib ketishimizga yordam bersang bas. Iltimos, senga ishonaman. Iltimos, yordam ber. Ertalabki marosimga hech kim kelmabdimi? Qayerga ketishgan ekan? Uxlashayotgandir. Buvim xabar topsa bormi? Qotib uxlab yotishibdi-ku. Devash! Devash qani? Tursangchi, Devash! Tur! Uxlashga qo'ysang-chi, Ranbir. Boshqalarni uyg'ot. Buvim kelyapti. Shishalarni yashiring. Chanchal xonim, sizmisiz? Chanchal xonim, sizmisiz? Qo'rqitib yubordingiz. Hali ham tayyor bo'lmadingizmi? Buvimiz ibodatga tushyapti. Tezroq kelinglar.
Janjal xonim hammasini buvimga sotadi. Shuning uchun tezroq tur degandim. Pratik allaqachon o'sha yerda o'tiribdi. Nima deding? Opangni suratga olyapsanmi? Ha, buvijon. Qani men ham bir ko'raychi. G'ori qizim biram chiroyli bo'lib ketibdi-ki, farishta misol maftunkor. To'g'rimi? Ha, buvijon. Bor, uni yana suratga ol. Negadir akam haligacha kelmadi. Dada, kecha qo'l telefoni haqida gapirgandim-a? Turqiyni oynada ko'rdingmi o'zi? Nima bo'pti? Hayvondan farqing qolmabdi. Sherga o'xshaymanmi? Ish qilay demaysan. Senga pul sarflash bo'lsa bo'lgani. Ma'ruzani keyinroqqa qoldiraylik. Yangi telefon olib bering. Borib kiyimingni o'zgartir. Hozir buving kelib qoladi. O'shanda ahvolingni ko'ramiz. Yangi telefon kerakmish, dangasa. Kimni olyapsan? Hech kimni? Rost hech kimni. Buvim. Yaramas. Kim u? Bilmayman. G'ori bilan bitta kollejda o'qigan. Kecha tungi ziyofatda tanishib qoldim. Ismi Ruchika. Ruchika. Yo'q kel. Aka, kelyapti. Salom. Bu nima ahvol? Meni qo'yaver. Pratik bilan tanish. Salom. Marosimdan keyin klubga boramizmi? Yangi klub ochilibdi, zo'r deyishyapti. Bugun sal boshroqman. Mayli, boramiz. Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Mayli. Bir daqiqa, telefon raqamimni yozib ol, qo'ng'iroq qilarsan. Yaxshi. 97. Nega Nitish amakimning raqamini berding? Dadam yangi telefon olib bermayapti. Noma'lum qizlarning qo'ng'iroqidan bir asablari buzilsin. Ana shunaqa. To'ydek o'tsin. Uyni yaxshilab bezating. Yuqorini tekshirib chiqaychi, hammasi joyidamikin. Salom Ovsinjon. Xormen chetari. Ajoyib. Chiroyli, Ha, ajoyib. Akajonim, qachon sovg'a qildi? chet el safaridan qaytganida. Qancha turar ekan? 900 ming rupiya. Xarshatni yaxshi bilasiz-ku, chetali. Shu oyda aksiya bozoridan katta foyda ko'ribdi. Meni sharofatim bilan omadingiz keldi degandim. Qalbini malikasiga omad bilaguzugini hadya qildi. Onamiz ko'rdilarmi? Yo'q. Lekin taqqanimdan keyin ko'radilar. Falgunining omadi chopyapti-da. Hoziroq Niteshga aytaman. Mehmonlar ichimliksiz qolmasligi kerak, yo'qsa ishingizdan ayrilasiz. Boring, ishingizni qiling. Tezroq Nitesh. Nima bo'ldi, Cheytu? Ko'rdingizmi? Faqat men emas, hamma ko'rdi qay ahvolda yurganini. Qay ahvolda? O'g'ling Devashni aytyapman. O'g'limni tinchib qo'ying, Falgunini aytyapman. Nima? Kelinoyim ham shu ahvolda yurganmidi? Boyvuchcha xonim bilaklariga 900 minglik bilaguzuk taqib yuribdilar. Akangiz sovg'a qilibdi. Chetu qo'ng'iroq qilishyapti. Javob bering. Notanish raqam? Kimni raqami bu? Ovozini chiqaring-chi. Xo'p. Salom. Kim bu? Shunaqami? Kim? 10 daqiqa oldin o'zingiz qo'ng'iroq qilgan edingiz. Endi tanimay qoldingizmi? Unday demadim. Menimcha siz adashyapsiz. Nahotki kecha ziyofatda tanishgandik. Bugun klubga bormoqchi edik. Qo'ysangizchi, janob Barik. Band bo'lsangiz keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Yoki yoningizda kimdir bormi? Qaysarlik qilmang. Bugun kechqurun uchrashguncha. Xayr. Hammasini tushundim. Demak, ish bir bahona ekanda. Raqamingizni yana kimlarga bergansiz? Gapiring bevafo.
mayli to'y tinchgina o'tsin, siz va o'sha qiz bilan keyin gaplashaman. Yaramas. Hoziroq bir qarorga kelishingiz kerak. Buvimdan qo'rqsangiz, hech nimaga erisha olmaysiz. Bu 2 kunlik emas, bir umrlik savdo. Buvim bilib qolsa-chi? Uni sevasizmi? Ha, Unda qo'rqmang va u bilan qochib keting. buvim sevgidan nafratlanadi. Biz sevmasdan turmushga chiqamiz. Xonadonimizda to'y hashamga joy bor, ammo muhabbatga emas. To'xta. Bu otangni uyimi yaramas. Bu xonadon xizmatkorlari juda ham jasur bo'lib ketishibdi-yu. U mehmonlar uchun keltirilgan shirinlikdan o'g'irlayotgan ekan. Kayfiyatimni buzding. Hansa Gavrandis Parik xonadonida o'g'irlik qildingmi? Men shunchaki Ovozingni chiqarma, yaramas. Senga o'xshagan odamlarda or-nomus nima qilsin? Senlarga gapirishning foydasi yo'q. Chunki faqat kaltak tilini tushunasiz. Sababi ahmoqsiz, miyangiz yo'q. Oilangdagilar 1 kilosi 1200 rupiya turadigan shirinlikni umrida yeganmikin? Onaxon, qo'ying, e'tibor bermang. To'y shodiyonasi buzilmasin. Ranvir. Yo'qotaman. Musiqani nega to'xtatdingiz? Turmushda shunaqasi ham bo'lib turadi. E'tibor bermang. Qani ayollar, qo'shiq kuylab raqsga tushamiz. Mana bu pulni ol. Ko'rding o'g'lim. U 12 yil shu xonadonda xizmat qildi. Bugun esa 1200 turadigan shirinlikni deb ko'chaga haydaldi. Egningdagi kiyim qayerdan keldi? Uni amakim sovg'a qildi. Nima, bu kiyimda o'zingni boyman deb hisoblayapsanmi? O'g'lim, qimmatbaho kiyim kiysang ham bu oila a'zosiga aylanmaysan. Xonadonda o'tkaziladigan bayramlarda qatnashishimiz mumkin, lekin biz doim ulardan orqada turamiz, chunki joyimiz o'sha yerda. O'g'lim, ular hatto ismimizni ham yaxshi bilishmaydi. Ulardan ba'zilari meni haydovchi deb chaqiradi. Hey, Labbay. yuklarni ichkariga kirgiz. Xo'p bo'ladi. Xizmat ko'rsatish idorasidanmisiz? Ha. Iltimos, guvohnomangizni ko'rsating. Ular siz bilan birgami? Shunday janoblar men bilan. Yaxshi. Pranav shu yerda. Ishoning, endi nima bo'ladi? Muhabbatingiz bugun sinovdan o'tadi. Sevgingiz uchun kurashing va bu uyni tark eting.
Qizlar bu yoqqa keling. Bugun bu xonadonda birinchi bor qiz uzatilyapti. Shunday ziyofat bo'lsinki, dong'i dunyoga taralsin. Qani? Opamni o'z sevgisiga ishontira olishim kerak. Bu ishda Ranvir menga yordam berarmikan? Lekin buvimga aytib bersa-chi? Ranvir bu xonadonga xiyonat qila olmaydi. Buvimga hech qachon qarshi chiqmaydi, hatto men uchun ham. Yo'q. Gori va Pranav haqida unga ayta olmayman. Muhabbat qissasida yigit va qiz bo'lishi zarur. Lekin ba'zan sevgi bir taraflama bo'lishi ham mumkin. Meni hikoyamda aynan shunday. Men Ishanini 15 yildan beri sevaman. Bir tomonlama sevgi. U sevishimni bilmaydi ham. Ammo men bundan xafa bo'lmayman. Afsuslanmayman ham. Muhabbatim evaziga hech nima kutmayman. Shunchaki uni yaxshi ko'raman. Bundan keyin ham yaxshi ko'raveraman. Ranvir, mana bu janob shohning mashinasining kaliti. Dadam doim har bir inson o'z o'rnini bilishi kerak deydi. Lekin unga qanday tushuntirsam ekan? Axir qalbga buyurib bo'lmaydi-ku. Shu xonadonda xizmatkorman. Uydagi barcha ishlarni bajaraman. Ularga g'amxo'rlik qilaman. Bu senga? Yo'q, kerak emas. Uydan ombir olib chiq. Bir ish chiqib qoldi. Ishani hamisha xayolimda bo'ladi. U haqidagi o'ylarimdan sira qutula olmasam kerak. U hech qachon meniki bo'lmasligini bilaman. Bir kun kelib o'zganing yoriga aylanadi. Lekin bu bilan unga bo'lgan muhabbatim kamaymaydi. Sevgim bir tomonlama bo'lmasa-da, butun umrimga yetadi. Sevishgan qalblar turmush qurishi, bir umr yonma-yon birga yashashlari shartmikan? Muhabbat mukammal, muqaddas tuyg'u. Uni qalbimiz to'g'rida ardoqlashimiz kerak. Amakim aytganidek, muhabbat faqat quvonch bag'ishlamaydi. U qurbonlik ham talab etadi. Shuning uchun ham azizam Ishani, sen mening muhabbatimsan.